Bu videoda o'zimni sinabon retseptim bilan bo'lishaman. Xamir uchun hamma masalliqlarni birlashtirib, yumshoq xamir qoramiz, saryog'ni eng oxirida qo'shamiz. Xamir yaxshilab qorilgandan keyin uni yarim soat xonada tindirib, bir kechaga muzlatgichga yuboramiz. Ertasi kuni sekin fermentatsiyadan o'tgan muzdek xamirni to'rtburchak qilib yoyib, yumshoq saryog' surib olamiz. Sekin oshgan xamir ancha sifatli bo'ladi. Agar vaqtingiz bo'lmasa, o'sha kunni o'zida tayyorlasangiz ham bo'ladi. Alohida idishda jigarin shakar bilan koritsani aralashtirib, saryog' ustiga sepamiz va xamirni rulet qilib olib olamiz. Xamirni qiynamasdan idealni kesish uchun eng zo'r instrument bu oddiy ip. Kesilgan xamirni saryog' surilgan va shakar sepilgan formaga joylab 2 soat iliq joyda oshirib olamiz. Oshgan xamir ustiga bir qoshiqdan qaymoq quyib chiqamiz. Qaymoq sinabonni yana ham so'yishni qiladi va qolip tagiga oqib karamel hosil qiladi. Sinabon pishguncha kofe damlaymiz. Shirin sinabon bilan Meksikani 100% li arabikasi bu xuddi men bilan obunachilarim degan gap. Ya'ni bir-biri uchun yaralgan. Glazurri bo'lsa krem chiz emas, saxarni pudradan tayyorlaymiz. Sizlarni bilmadim-u, lekin menga krem chizli glazur umuman yoqmaydi. Ko'rinishi ham ishtahani buzadi. Glazur tayyor, pishib chiqqan issiq sinabon ustiga quyib chiqamiz va 10 daqiqaga qoldiramiz. Aytib o'tganimdek, sinabonni tagi karamelli, ichlari sochli va ustida yupqa glazurli bo'lib chiqadi. Meni tasavvurimdagi sinabon aynan shunaqa. Teksturasi juda yumshoq, koritsani aromati xushbo'y kofe bilan bo'lsa, gapirmasa ham bo'ladi. Odatda tayyorlagan narsalarimdan hech qachon 100% ko'nglim to'lmaydi, lekin bunisi emas. Bu retseptda menga hamma narsa yoqdi. Uni har doimgidek opisaniyada yozib qoldiraman. Izohlarda bo'lsa, sizlarning fikrlaringizni kutaman.